Baxtli odam birovni g'iybat qilishga vaqti bo'lmaydi. Baxtli odam birovga yomon kommentariy yozishga vaqti bo'lmaydi. Baxtli odam birovni baholamaydi. Baxtli odam birovni ayblamaydi. Baxtli odamni umuman vaqti yo'q odam hisoblanadi. Baxtsiz odamni hech narsa bilan to'ydira olmaysan-da. Baxtsiz odamni hech narsa bilan hayron qoldira olmaysan. U faqat yomonlik ko'raveradi. Sudlashib, isbot qilib, janjallashib, manipulyatsiya qilib, agressivnost qilib, qayerdadir o'zini haqqini talab qilib, doim mana shunaqa narsaga tushib yuradi. Doim u mana shunaqa holatlarga tushib yuradi. Shunaqa voqea sodir bo'ladiki, o'zini isbotlash kerak. Chunki u baxtsiz, unga muammo kerak. Baxtsizlar nima uchun baxtsiz bo'ladi? Muammoni yecha olmagan odamlar baxtsiz hisoblanadi. Avvalagina muammo o'ylab topish kerak. Bitta muammoni yechsa, ikkinchi muammoni o'ylab topish kerak. O'ziga o'zi problema orttiradigan odamlar baxtsiz odamlar hisoblanadi. Ana yigitim kutib turadi. Ajrashib ketsang olaman degan deydi. Mana ayamda, bizani uyimizda bir chemadan xat bor. Bir chemadan xat bor. U paytlar telefon bo'lmagan, uchrashuvlar bo'lmagan. Necha yil kurashgan bir-biriga erishish uchun. Tasavvur qiling, to'g'ri kelmaydi ham deyishgan oilalar bir-biriga to'g'ri kelmagan, vaqt bo'lgan yoshga ko'tarib ketyapti ham degan onamga kutgan odamni bir-biriga kurashishgan. Hozir hech kim bir-biri bilan kurashmaydi. Bitta kamchilik bo'lsa, yo bir-birini tashab ketish bilan ovora. Tashab ketishga tayyor. Hamma tashab ketishni oldiga birinchi yesachu ketaveraman. Hozir erga tegadigan qizlar hali erga teggani yo'q. Psixologga olib kelishsa, bilasizmi nima deydi? O'xshamasa ajrashib ketaman, hech narsa qilmaydi deydi. Hali o'xshamaslikka ulgurgan yo'q. Hali erga tegmasdan turib, o'zlariga zapasno aerodrom tayyorlab kirib erga tegib ketishadi. Ana yigitim kutib turadi. Ajrashib ketsang olaman degan deydi. Nimaga ajrashib kelish haqida o'ylayapsan? Nimaga biz kurashishdan qo'rqamiz? Ayniqsa erkaklar shu topsada, shu bahona topsada shuni tashlab ketadigan. Xo'p, unga imkon bermaydi hech kim o'zgarishiga. Ayolingni o'zgarishi uchun nech pul tikding? Ham hech narsa tikmasam, ham tayyor bo'lsang.